Gehen fe'limiz bilan tanishamiz. O'zbek tiliga bormoq, ketmoq deb tarjima qilinadi. E'tibor beramiz. Gehen deb talaffuz qilmaymiz, gehen deb talaffuz qilamiz. Chunki unli harfdan keyin kelyapti yokida ikkita unli harfni o'rtasida kelayotgani sababli. Ich gehe zur Schule. Men boryapman maktabga. Du gehst nach Hause. Sen boryapsan uyga. Xuddi shu gehen fe'limiz bilan savol gapda tuzmoqchi bo'lsak, gehenimizni birinchisiga chiqaramiz, ya'ni ega bilan joyini alishtiramiz. Gehe ich zur Schule. Gehst du nach Hause? Tarjimalari: men maktabga boryapmanmi? Sen uyga ketyapsanmi yokida sen uyga boryapsanmi? Prezentsda gehen, preteritumda gingen, perfektda gegangen. Sizlarga savol: nima uchun nach, nima uchun zur ishlatdik? Ikkisida ham ga bo'lyapti. Izohda javobini yozib qoldiring. Bundan-da nemis tilini osonroq o'rganish uchun obuna bo'lishni unutmang.